Bu qiz o'ziga butilkadan suv sepyaptimi desam, bu butilkadan ham suv ichsanglar bo'lar ekan, ham shunaqangi suv sepsanglar bo'lar ekan, buni zo'rligini qaranglar. Yoz issig'ida jonni rohati yo'q bu janalar. Voy, bu butilkani ko'rdim, sevdim va O'zg'atimda buni sinab ko'rish kerak. deb turib, xuddi shunaqasini Xitoydan atiga 62 yuanga zakaz qildim qarindoshlar. Axir hozir Xitoydaman-ku, Xitoydaligimdan foydalanib xohlagan narsamni zakaz qilib ko'rsatyapman. Qarindoshlar, asosiy yangilik Xitoyda yaqinda 1 yilda faqatgina bir marta bo'ladigan 11 rasprodajasi bo'ladi. Aynan mana shu rasprodajada siz ko'plab mahsulotlarni 20% dan 70% gacha zakaz bersanglar bo'ladi qarindoshlar. Qanaqa qilib zakaz beramiz deydigan bo'lsanglar, qarindoshlar sizlar uchun Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri zakaz berish bo'yicha 2 kunlik bepul darslik tashkillashtirdim. 2 kunlik bepul darslikni o'tkazib yubormaslik uchun profilim shapkasidagi mana shu link orqali yopiq Telegram kanalimga o'tib olinglar qarindoshlar. Butilkamizni kipitok bilan chayib, ichiga suv quyib, ana endi ishlatib ko'ramiz-da qarindoshlar. Suv sepadigan knopkasini bossam, shunaqangi zo'r suv sepyapti, mana buni qaranglar. Voy, videodagi qari qiz aldamabdi, rostakasimiga shunaqangi zo'r narsa ekan bu butilka. Voy, prям wow narsa ekan qarindoshlar. Tasavvur qilinglar qarindoshlar, yozni issig'ida ko'chada terlab ketyapsizlar-da. Ayni shu payt shunda butilkani ochib bitta suv ichasizlar va aynan o'sha suvdan yuzingizga suv sepsanglar, voy mazza bo'ladi-yu. Albatta nafaqat o'zingizga, balkim gulingizga ham shunaqa suv sepadigan qilib ishlatsanglar ham bo'lar ekan. Menga bu mahsulot juda ham yoqdi. Sizga yoqdimi yoki yo'qmi? Kommentariyada yozib keting qarindosh.